Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bugun mana Rustam G'ijduvon stalovalariga keldik inshaalloh. Bu yerda hamma narsa joy-joyida, sharoitlar ham juda zo'r ekan. Xudo xolasa barchalaringiz shu yerga kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Qo'ldan kelguncha biz sizlarga bir intervyu qilib beraman, yonasi xudo xolasa. Mana shu kishi Rustam akani o'zlari mana. Rustam G'ijduvon degan odam mana shu odam bo'ladilar. Rustam aka, xudo xolasa bu yerga hammamiz kelib turamiz inshaalloh. Bu yerda nima ovqatlarimizdan bor akajon? 30 xil shashi bor. 30 xil salat bor. 30 xil ovqat bor. Kelavering, undan tashqari baliq bor, somsa bor. Rahmat sizga ham. Kamchilik bo'lsa bizlar. Mana shu boladan endi intervyuda olamiz. Bu yerda qanaqa ovqatlarimiz bor? Shulardan ma'lumot bering qani? Ovqatlarni aka hammasidan bor. Agar miyazni nimadir ovqat yeyib aytmoqchi bo'lsangiz ham agar tayyorlab berib bilamiz. Birinchisi sho'rva, mastab, ixtirma, lag'mon, tushonga bor. Ikkinchisi qo'yjiz, mojiz, tabaka. 70 xil shashligimiz bor. O'rtachizlar bor. Uglama, tandir shashlik, somsa. Hamma bo'ladi. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamanglar. Ishlaringiz omad, rivoj. Xudo xolasa. Bo'rada mayli. Mana shu. Mehmonlarimiz kelgan. Tojikistondan mana mehmonlar kelgan shu yerga mana. Assalomu alaykum. Bizlarni ashaddiy muxlislarimiz. Siz ham bir gapirib qo'ying. O'zbekiston haqida bir ma'lumot bering qani? Sizga O'zbekiston yoqdimi? Rahmat sizga ham. Kimga yo'q? Xudo xolasa So'xrob hozir intervyuni So'xrob beradi o'zi. So'xrob gapiring qani? Bugungi zotlaringiz qanaqa bo'ldi sizga? Вообще mudar. Hayda. Yaxshi. Bu hozir Mana qilib dam olamiz, boshqa qanday qilib dam olamiz? bugungi hozir bu ziyofatimiz qanaqa ziyofat hozir? Otlarni tayda shamol o'tdi. Polvonlar quvvatga ko'rsin. Kelinglar mana dasturxonlarni shundoq. Mana Tarnadoni sayisi ham shu yerda. Mana Nural palonimiz. Nuralijon sizdan ham bitta suhbat eshitdik. Mana shunaqa otlar chopib yursin, va shunaqa ot o'zlar ko'payib yursin. Hammani otiga, kasb-koriga baraka bersin. Elimizga kuy ko'p bo'lsin. Kuy qilayotganlar Alloh umrini ziyoda qilsin. Baraka topsin shular. Elga shunaqa kuy bergani uchun. Rahmat. Katta rahmat Nurali. Mana Shehzod qassob shu yerdalar. Otlardan shamol o'tsin. Hammani otlari yaxshi zotlar ishni nasib qilsin. Rahmat sizga. Tillik jag'i ko'ring bitta. Mana Shavkat bobomiz mana. Ularga omad, otligiga omad. Yurtimiz tinch bo'lsin, shunday to'ylar, ma'rakalar, polvonlar ko'payib, doim mana shu darsxon ochiq bo'lsin. Mana shu yurishimiz to'y bo'lsin. Keling bu yerda o'tiruvdik. Katta rahmat barchalaringga. Sog' bo'linglar. Yoqimli ishtaha hammaga. Olinglar. Barchalaringizni mana stalovaga kutib qolamiz. Rustam G'ijduvon. Barchalaringizni mana Rustam G'ijduvon stalovalarga mana shashliklarni tulligi bor ekan bu yerda mana. Har xili bor. Sizlarga mana hozir
ozgincha lavhalardan olib beraman. Hozir aka qizil eshiklar. Yarim 600 necha ming? 800. Hozir. Yo'q, hozir. Nereden buldun? Reklam yaxshi bo'lyapti. Kerak. Mana shu yerga tansiq taomlar hammasi muhayyo qilib beradi. Agar ko'ngillaringiz nima xohlasanglar, shu yerda o'ziga tayyorlab ham berishadi. Mana hozir agar mabodo futbol ko'radiganlar bo'lsa ham, kelib bemalol kelganlaringizda mana bergan mana monitor, televizorimiz ham bor. Barchalaringizni kutib qolamiz. Hamma sharoit joyida. Tashqarida ham joylarimiz bor. Va ichkari birinchi zalimiz. Ichkarida ham xonalar bor. Bu yoqda ham kabinetlarimiz bor. Hozir birinchi zalga kirdik. Hozir bu yoqlarni ham ko'rsataman. Mana bu yerga mana alohida xonalarimiz bor. Mehmonlar